Aldar House kompaniyamizga xush kelibsiz. Uylarimiz uchun 50% to'lovni hozir amalga oshirishingiz mumkin. Uylarning kaliti esa 6 oydan so'ng qo'lingizda bo'ladi. Uka, sen davlat ishchisisan. Sen hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Sen menga gapni bo'lib turib, o'zim oyma vaqtida to'lab turaman. Xavotir olmang uka. Rais buva, biz mahallalardagi aholini ish bilan bandligini tekshirgani kelgandik. Bizni mahallada aholini ish bilan ta'minlash bo'yicha hech qanday muammo yo'q. Agar ular tadbirkorlik bilan shug'ullanaman desa, kreditlarni hech qanday yugursiz, muammosiz olib beryapmiz. Agar xohlasangiz, aholini bandligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborotimiz bilan tanishishingiz mumkin. Ha, yaxshi. Mana buni ish desa bo'ladi. Uka, senimga soch qo'ygan ekansiz. Mashina kuyov bolam bilan o'zimga gaplashib kerak deb chaqirtirgan edim sizni. Ha aka. Siz aytgan bo'lamayman. Agar siyingizni menga bersiz, baxtli qilaman. Ko'zidan bir tomchi yosh oqqizmayman. Meni o'zini maqtayapti, maqtanchoq bola ekan demaysiz, lekin aka, ichmayman, chekmayman. Sizdan bir narsa talab ham qilmayman. Menga faqat siyingizni o'zini bersanglar bo'ldi. Mayli uka, menga shu lafz kerak edi. Men roziman.